Uchastkani oluvdik. Mana shu uchastka muammosi bo'yicha sizlarga murojaat qilmoqchiman, iltimos qilmoqchiman. Sizlardan yolvorib so'rayman. Mana shu uchastkalarni buzilsin degan qaror kelyapti. Bu uchastkani yemay, ichmay, kiymay, nima qilmay shu uchastkani olganmiz. Bitta ro'zg'orda 4 xo'jalik turamiz. Qisilish turamiz bizlar. Mana shu uchastkani oluvdik. Olganimizga ko'p yil bo'lgan. Kuchimiz yetib ko'tara olmagandik. Mana shu farzandim Rossiya borib, aka bo'lib, uka bo'lib, mana shu uchastkani ko'tardi. Bormagan joyingiz qolmadi. Bu noqonuniy deyishadi. Noqoha to'g'ri, yer davlatniki, mulk davlatniki. Bizda davlatdan hech nimamiz yo'q. Lekin bu yerlar ham tashlandiq deyap. Iltimos sizlardan bir kelib ko'ringlar. Bir kelib ko'rib, vaziyatlarni o'rganishlaringizni iltimos qilib qolamiz. Biza boshqa joylarga murojaat qilib ko'rdik. Mana sudgacha bordik. Sudlar ham, jarimalar ham to'ladik. Hamma narsani to'lab kelatdik. Lekin buzilish. Xo'jalik bor. Mana hamma joy gantoq. Lekin bu yerga suv kelmaydi, suv yo'q. Aholiga suv yo'q. Bu yerga ham suv yo'q lekin. Mayli sizlardan iltimos, mana shu yerdan xalq foydalansin. Solig'ini to'laydi, svitini, yazini, nimasini to'laydi. Xalq obod qiladi shu yerlarni. Mana bunday gantoq bosib yotmaydi. Hamma joy xaroba bo'lib yotmaydi. Hamma yurak hovuchlab yashayapti hozir. O'pirilaykan. Bir imkoni bordir, xalqqa bir foydali bir tomoni bordir. Bu uyimiz 16-yil qurilgan. Shu murojaatdan chiqayapman. Buzilish nima xavfi bor uchun sharoitim og'irroq. Menga mahalla qurib bergan, masalan. Mahalla qurib berdi, bordik, dokumentini olib bordik, ular o'tmadi. Keyin jarima to'ladik. 3 million 855 ming to'ladik. Mana shuni chorasini ko'rib berishlarni iltimos qilaman. Bir yetim bachchaga tekkanman. Bu ota-onamga bor yashayolmayman. Aka-ukalarim bor. Ro'zg'orimiz og'ir u yoqda ham. Shunga katta sharoit qilib, uyimizda qolishni, xohlayman. Kelib ko'rib, o'rganib, masalan, men hozir chiqarib bo'lsa, qayerga boraman men? Shu otasi ham, onasi ham yo'q buni. Bir yetim bachchaga tekkanman. Bola 3 ta bolam bor, egizim bor. Xudoga shukr. Bacha pul olaman, yordam puli, hech narsa olmayman mahalladan. Biror narsa yordam. Odam yashaydigan joyga shunday qilinadi. Odam yashayapti-ku, shu uchun qilgan. Nima edi, ana bo'lmaydi-ku masalan. Biza 2012 olinuvdi, uchastkani tayib pulimiz yetmay kechroq qildikda, 2017ga ko'chib keldik keyin. Assalomu alaykum. 2015-yil mana 8 so'ti yerni sotib olganman, 2016 ko'chib kelganman. Mana hozirgacha yashab yuribman. Kadastr qilib berishlaringiz iltimos qilib so'raymiz. Davlatdan shu bir yordam, shu xalqqa bir yordam qilib, xalqning dardini tinglash. Assalomu alaykum. Prezident buva. Bizga 2015-yil uchastkani yerni sotib olganman o'rinni. 2016 sentyabrda ko'chib kelganman bu yerga. Sharoitim juda qiyin. Iloji bo'lsa, agar kadastrda bu dokumentlarni qilib bersangiz buva. Mana hozir sog'lig'imda mazasi yo'q, o'pka bo'yicha yotib chiqqanman. Hech sharoitim yetmaydi, qolgan imoratimni qila olmayapman. Shunga hozir yurib payga ham chiqa olmayapman. Prezident buva, iloji bo'lsa bir dokumentga bir yordam berib yuborsangiz. Prezident, uyimiz buzilishga kelgan. Buncha bolalar bilan qayerga boramiz? Iltimos, yerimiz qoldirib bering dedi. Buzilishga kelsa bizda borayotgan joyimiz yo'q. Shuning uchun iltimos bizdan buzilishga kelmasin bizdan yerlar, qolsin. Bachalarim ko'chada qolmasin, o'zimiz ko'chada qolmaylik. Iltimos qilamiz.
Yer uchastkasini Oltivoy Niyozov degan odamdan sotib olganman. Bu yer uchastkasini Oltivoy Niyozov va davlat xodimi Zimlamir Shuhrat To'rayev bilan birgalikda o'lchab berishgan. Ular menga 2006-yil bu yerlar uy uchun ajratilgan. Hokim qarori ham bor. Xohlasang hujjatlashtirib ham beramiz deb yer uchun Oltivoy Niyozov 4 million so'm, hujjat uchun Shuhrat To'rayev 850 ming so'm pul olishdi. Keyin mana shu hujjatni meni qo'limga keltirib berishdi. Biz shu hujjatga ishonib tagini ko'tarib qo'ydik. 3-4 yildan keyin 2018-yil noyabr oyida fundamentini quydik va 2019-yil noyabrga qadar uyni qurib bitkazdik. Buni sun'iy yo'ldoshdagi fotosuratlar ham tasdiqlaydi. Bu uylarni barchasi svet, gaz ta'minotlari bilan ta'minlangan. Ko'chalari ham davlat tomonidan tekislangan. Raqamlar ham berilgan. 2019-yil dekabr oyidan buyon o'g'lim ko'chib kirgan bu uyga va 7 yildan beri yashab kelmoqda shu uyda. Endilikda kadastr xodimlari kelib, bu uy noqonuniy, o'zboshimchalik bilan egallab olgansan deb uyni buzdirishga beryapti. Qo'limizdagi hujjatni ham bu bo'lmaydi, qalbaki deb tan olishmayapti. Buzish to'g'risida sud hukm ham chiqargan. Hurmatli prezident, sizdan iltimos 937-sonli qarorga asoslanib uyimizni hujjatlashtirib berishga yordam bering.